tadbirkorlar bizni Xalq banki tizimida 2023-yilning 14-sentyabrida kichik biznesni qo'llab-quvvatlash uchun Prezidentning 312-sonli qarori tashkil etilgan. 312-sonli qarorda mana siz o'zingiz faoliyat ko'rsatayotgan mana shu Xalq bankida o'zingizni tadbirkorlik yoki yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan firmalaringiz orqali kafilsiz, garovsiz 6 yilgacha 2 yil imtiyozli davri bilan 20% miqdorida kredit olishingiz mumkin. 100 milliongacha. 100 milliondan oshiq 300 milliongacha garov evaziga bo'ladi. 2 yil imtiyozli davri, 6 yil. Masalan, o'zingiz ko'proq bu hisob raqamingizda mablag' 6 oygacha, kamida 6 oygacha aylangan bo'lishi kerak. 100 million so'mgacha garovsiz, kafilsiz olib turib o'zingizlarni faoliyatingizni yana kengaytirishingiz mumkin.